Davolanish uchun to'g'ri joy tanlash bu qaror hayotingizga bevosita ta'sir qiladi. Hindistondagi Max Hospital ko'pchilik tanlaydigan ishonchli markazlardan biri. Bu yerda hamma narsa tartibli, diagnostika tez va aniq qilinadi. Davolash esa reja asosida olib boriladi. Texnologiyalar zamonaviy, uskunalar yangi, shifokorlar esa o'z yo'nalishida tajribali. Eng muhimi bemorga munosabat. Bu yerda bemor shunchaki navbat emas, har bir holat alohida ko'rib chiqariladi. Sharoit ham muhim, toza, qulay. Bemor o'zini xotirjam his qiladi. Davolanish jarayoni davomida bemor doimiy nazoratda bo'ladi va kerak bo'lsa davolash rejasi moslashtirib beriladi. Shu markazda faoliyat yuritadigan mutaxassislardan yana biri umurtqa pog'onasi, ya'ni spine bo'yicha shifokor Dr. Jitesh Mangvani. U bel og'rig'i, disk muammolari va murakkab umurtqa kasalliklari bilan ishlaydi. Operatsiyalarni aniq bajaradi va bemorlarning tezroq tiklanishiga yordam beradi. Ko'p hollarda odamlar og'riqni yillar davomida ko'tarib yuradi. Aslida esa buning davosi bor. Agar harakat qilish qiyinlashgan bo'lsa yoki og'riq kundalik hayotga ta'sir qilayotgan bo'lsa, buni e'tiborsiz qoldirmaslik kerak. To'g'ri davolanish hayot sifatini butunlay o'zgartiradi. Shuning uchun ham ko'pchilik sifatli davolanish uchun aynan shu joyni tanlaydi. Chunki bu yerda faqat davolash emas, natija uchun ishlashadi.